Mana qizlar, Sinalife hozir bular xuddi shu brend asosi mana shu Tibametni mamna qilib chiqarishyapti. Nimaga? Bular nimaga bunaqa qilishgan bilasizlarmi? Podelkasi ko'payib ketgani uchun bitta dietolog reklama qilganlar, o'sha dietologini ham timmiy videolari aylanib soqqa qilishyapti-da. Xullas, buni podelkasi ko'payib ketgani uchun xuddi shuni ishlab chiqaradiganlar, ya'ni haqiqiy ishlab chiqaradigan insonlar mana bu brend asosida, Sinalife brendi asosida ishlab chiqarishyapti. 2 haftada rezultat ko'rish xohlasanglar, kollagendan mana shu Sinalifeni tavsiya qilaman. Shulardan mana shu profildan olganman, Telegram kanallarini ham qoldiraman. Shu Sinalifeni olinglar, yaxshi Tibamet olmanglar, chunki effekt ko'rishinglarni xohlayman-da, effekt ko'rish kerak-ku. Kelinglar endi menga xo'rlik qilamiz.